hovlimizni daraxt chopishdan boshladik. Bu yerda daraxtlarni tezroq chopib, qo'ylarni o'ldirib olishimiz kerak bo'ladi. O'zimiz uchun kravat yasaymiz do'stlar. Va nihoyat hozir o'zimiz uchun kerakli daraxtlarni chopib oldik va o'zimiz uchun kerakli resurslarni yasashimiz kerak. Endi biroz loy qazib olishimiz kerak. Endi tezroq tongga tushib olish kerak. Va do'stlar, biza bu yerdan tezroq toshlarni olishimiz kerak. Kerak bo'lgan bir stak toshni ham oldim. Endi hozir mana bu yerga tushib qoldim. Chiqishim kerak. Xo'p, do'stlar, endi uy quramiz. Bittadan keyin hozir kerakli narsalarni yasab olamiz. Xo'p, mana bu yerga kravat qo'yamiz va kech ham tushib qolaydi. Do'stlar, shu fursatdan foydalanib sizlarga bitta gapni aytishim kerak. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va mana shu kartani sedini men Telegram kanalimga yozib qo'yaman. Albatta bu video 50 ta like yiqqandan keyin bo'lmasa uxlaymiz. Ertalab tushgach men konga kelib oldim va kondagi kerakli narsalarni qazishga otlandim. Bu yerda juda ham ko'p ko'mir topib oldim. Va yana biroz tosh kovladim. Kondan chiqqandan keyin esa verstakni oldiga borib, o'zim uchun kerakli narsalarni yasab olishga qaror qildim. Bu yerdan bizga do'stlar fakel kerak bo'ladi. Xo'p, fakel 4 ta fakel yetadi hozircha menga. Olaman 4 ta fakelni. Va uy qurishni boshlaymiz degan paytimda verstak qolib ketibdi. Verstakni olamiz, baribir kerak bo'lib qoladi. Va men uy yasash uchun o'zimga mana shu yerni afzal ko'rdim. Chunki bu yer tekisroq edi va bu yerni to'g'rilab biz uy yasashimiz kerak bo'ladi. Menga hozir granit kerak emas, tashlab yuboraman va daraxtlarni yog'ochga aylantirib olishimiz kerak.
uy qurish uchun joy katta bo'lishi uchun mana bu qumlarni olib chiqdim. Va endi uzoq kutilgan narsadan so'ng uy qurishni boshlaymiz. Uy qurishni boshlamasimdanoq xato boshlandi. Mana bu yerda daraxt qo'yishda xatoga yo'l qo'ydim. Va boshqatdan qo'yib chiqamiz daraxtlarni. Devor uchun toshlardan foydalanamiz va toshlarni qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Va yana bir xato ketib qolyapti va bularni birozdan keyin to'g'rilab qo'yaman. Bu yerga ham har doimgidek toshlarni qo'yib chiqamiz do'stlar. Va boyagi xatoni boshqa qilmaslik uchun kirka olib toshlarni buzib chiqdim. Bu yerga har doimgidek tarzda toshlarni joylashtirib chiqamiz. Shu bilan biz ikkinchi kunni ham o'tkazib oldik. Uchinchi kunni ham boshlab oldik. Bugungi kunda uyni bitirishimiz kerak bo'ladi. Verstakdan eshik yasab uyga joylashtiramiz. Mana shu yerga joylashtiraman va yana bir marta xato ketib qoldi. Buni to'g'rilashimiz kerak. Bu yerda qumlarni olamiz.
uyning tagidagi qumlarni ham olib, yog'och qo'yishimiz kerak bo'ladi. Yog'ochlarni ham mana shu yerlarga joylashtiramiz. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Ikkinchi qism chiqishi uchun 50 ta like va do'stlar, ikkinchi qism chiqaraman. Короче, obuna bo'lib qo'yasizlar.